Qanday qilib jinsiy istakni boshqarish va nazorat qilishni o'rganish mumkin? Jinsiy istakni odam manada fokusda bitta. Fokusni nimaga qaratsa, o'sha tomon ketaveradi. Jinsiy istaklar bu ikkinchi planga o'tadi. Mana turmush qurdi, jinsiy istakni kuchaytirmoqchi. Nima qilish kerak? Ayoliga yaxshi muomala qilmaydi biznikilar. To'g'rimi? Chiroyli muomala qilib, ayoliga romantik muomala qilib, seksualnostni oshirib berish uchun o'sha xatti-harakatlar er-xotinning o'rtasida uyat joyi yo'q. Ko'ngilni ko'tarib, приятно qiladigan xatti-harakatlar qilib, laski deydi-yu, предварительный laski. U xotinini jinsiy istagini ko'tarish to'g'ri, jinsiy istagi ko'tariladi xotinning. O'sha yerda nima bo'ladi? Odamni, erkakning o'zida ham jinsiy istak ko'tariladi. To'g'rimi? Sog'lom munosabatlarda shunaqa bo'ladi. O'zi xohlamayapti. Misol uchun jinsiy mayli past shu vaqtlarda past. Nimagadir, endi stress bor, qarz bor, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin ayoli bilan chiroyli anaqani garmoniyani olib turib, ayoliga chiroyli muomala qilib, erkalatib, boshqa qilinganda o'zida qiziqish paydo bo'ladi. O'zi mayl past, qiziqish paydo bo'ladi. Ya'ni jinsiy hayot, jinsiy aloqa bo'ladi.